ayrim ustalar e'tibor beringlar. Hozir Toshkent formada ko'pchilik uradi. Vodiyda, Andijonda ko'pchilik uradi, Toshkentda ham uradi. Imkon qadar oddiy g'ishtda, ablisovka boshqa narsa, lekin oddiy g'isht urishda paltarashkami, o'zimiz oddiy anjanli oltili g'ishtimi, iloji boricha karobka urmanglar. Buni bu yog'iga karobka uradigan bo'lsanglar buzdirib yuboradi. Chunki men o'zi guvohman bo'ldim, shu holatda buzdirib yubordi. Davlatdan kelsa, texnazor, qurilish nazoratchisi keladigan bo'lsa, karobka holatda ursangiz, lajoy, yonbosh. 3 oson uradigan bo'lsangiz mumkin emas. Ustiga techaversiz ham. 2 ga 1 ursiz ham mumkin emas. Techoy lajoy, peshana yonbosh urish kerak. E'tibor berdinglar, uydagilarga ham foydali bo'lgan ma'lumot. Imkon qadar shu holatda peshana yonbosh qilinglar. Lajoy bo'lib ketmasin. Mana ko'rsatib o'taman. Mana tushunmaydigan qurilishda endi qilayotgan mana shu holatda ketsin. Sabab uy mustahkam bo'ladi. Hozir buni olsa, misol uchun mana olsa, tepada tura oladi. Pastga lajoyni oladigan bo'lsa, tura oladi tepada. Agar bunikini oladigan bo'lsa, monikini olsa, misol ikkitasini, tusha oladi, tepada tushadi. Tushundinglar-mi meni? Agar ikkosini olsa, tepada tushib qoladi pastga. Shuning uchun maslahatim shunaqa holatda qilinglar, foydasi bor. Foydali ma'lumot bo'lgan bo'lsa, usta akalar, ukalarga tashlab qo'yasizlar.